Vay, külmegin eve. Eden babbaydılar, yakaç kulaklar. Her kaçtığımız şeyde oturup, geldi, yıldız tatıp. Siz gideceğiz. Ben erteden başlayıp sakalını koyuyor deyimkin deymen. Sizler iman bosla, ben mezun bolsam, altın yüzükке yakıt göz koygandek iş olattı. Hey! Ben her kaçtığını düzeymen davasam, bir yerde oturuşup, çıkışıp, tamam bitmişsen ko, ha? Pülvere? Yok. Apa, sen pülvere? Yok. İşkilin unutulur bari. İşkilin benim özüşümde kalamaysa, körem ben otsa, ha? Amına bir günü, ben özümde köz etmediğim bolsam, hatta totoş, ola! Balam. Ola! Sorangla! Benim fakat Ali Mektep okumkalı yerim var. Eğer ben Ali Mektep okumkalı bolsam, Ali Mektep bitirmey turup ağlım bop gitettim cumhur. Ben alıp aytdım, şu işkili xatizim kaçı tamkınızı bir etken bolsanız, ben bir başlık ketken bolsam. Kaçağındaki olduruşka kopuşka hep sürüyüverse, ha? Obdan oldu mu? Emdi çöle. Sara. Neye mandın? Özünç sen beni hiç kılanmaydı dep oylap kaldın ama senin çoğusu men ettigendin keçkiçe sırtkımı çıkmay koyunga hele bitip yine otasan bulam te. Oy. Nime de atıdım ağı? Bilip koy. Men degen bağı adetlik adam emas. Men sendek adam boluşunu xalamayman. Men degen istiqbalım parlaq jigit. Men hergizmi yaşlıq baharımni sana oxşaş aşı itsizlikten nabut kılıtışını xalamayman. Mening kalbimge pükken neni güzel arzularim var. Toxtağına. Toxta. Balam, sana yana nim bo'ldi? Apa, sen ma dadamıq bir gap qo'yg'ina. Doim mening ko'zimga kirib oladi deyman. Balam, bu degan sening dadangchimi? Bizning ko'nglimizni aramida qo'ysang bo'lmamdi, ha? Ya o'ylab qo'yaylik desak, uning o'nimisan? Ma gapni, men sizlarni bir o'ylab qo'yinglar dedim-mi, ha? Ya Allah, balam qo'yg'ina bundan git. Men bag'u apa, o'z armonlarim ustida izinib o'taman. Nima deb yo'qolgan gapni qilib odamni beshni qilmanglar. Bo'ldi, oz gap Apa, qilma. men bag'u hozir Saidli qarindikiga bormasam bo'lmaydi deyman. Dada, men Saidli qarindikiga ketdim, ha? Apa, men Saidli qarindikiga ketdim emsa, ha? Hay, to'xta. Nega boraman dedim? Mush aptan bilan qarni zapiramsan? Yaqin gitma qarama. Men degan etizni kalidek ishlaydigan odam emas. Men degan o'zga tegishlik odam. Hamma yerda mening talantim ustida gap bo'lib olsa, sizlarning ko'zingizga qarab qachongacha yashayman, ha? Apa, men Saidli qarindikiga ketdim. Xo'sh. Hay, to'xta. To'xta deyman. To'xta. Akbar. Ya Allah. Ya Allah. Qandaqmi qilamiz? Dadisi, qandaqmi qilishamiz? U ya gapimizni anglamasa, qandaq qilamiz? Assalomu alaykum, qarika. Va alaykum assalom. Obdan tuqalla, ha? Pekir mundaq bir ish bilan kelishim. Men kichik vaqtimda sizdan ta'lim olgan, endi sizdan ilm olaymiki deb kelib edim. Ilm degan bebaho gavhar. Mening ilm ilishga maqsadim bu, nadonlarni uyg'otishdan iborat.
Men alaydan bu yerga sizni ustoz tutquli keldim. Men atidan boshlab soqolni qo'yib deymikin deyman. Sizlar imom bo'lsa, men ma'zum bo'lsam, oltin uzukka yaqut ko'z qo'ygandek ish bo'ladi. Shunga men janobilardan ilm tahsil qilib, ashu bilimim bilan xalqning beshiga soyman bo'lsam, u chaqda baxt bizga keng quchoq ochmamdi. Kentimizgilarning turmushi kundan kunga yaxshilanmamdi. Sizda chatoq yo'qdi, ha? Sizda chatoq bo'lmasa, menda faqat chatoq yo'q. Ay, Seydul Karim, sizlar to'liq xiyolni suravermang, oldindan kitobni asla, vaqtni bekor o'tkazib etmaylik. Kitobni ochmaslar, vaqtni bekor o'tkazib etganlik nodonlikning ifodasi. Qani kitobni asla. Biz darhol ilm tahsil qilaylik, kitobni asla. Seydul Karim. Ma'qul. Asla. Qarga, qani, asla. Mehmonlar saqlab qoldi deyman. Mazda qilib tezroq mangmamlar. Mangmamlar, masla. Voy, mehmonlarmi kelib emasmi? Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Assalomu alaykum. Qani. Voy, qo'zg'alishimiz. O'tirib bersizlar. Qani. Shukr sizlar. Kesler. Qani. Amin. Allah akbar. Qani. Qadixon, qarikamga choy, ha? Qani piyola. Asla. Qani og'ash o'tirsizlar. Qarka. Sizlar. Asla. Oy, navas o'qay. Mana. Asla. Qani mazalardan og'ash. Tatmaymiz, qani. Asla. Somsini chiqinglar. Isla. Qani somsida yilishsa. Xo'sh. Qani yilishsa. Qarka, qani asla, ha? Biz qo'saq xemizlar bo'lmay, ancha-muncha paranglashib o'tiraylik. Men qarkamdan, balachig'imdan tatiblar bilim tahsil qilib kelyapman. Ham so'rovlarda xalqqa vaz aytibmi kelyapman. Bu qarkamning shafoatidan bo'lgan, hozir bizning yoshlarimiz buzilib. Odamlarimiz intayin g'aybat qo'yib ketdi. Shu emasmi? Anlasam, yilqi yuqoq maldagi podpuchuq, tövenki maldagi solitasning qulqini gachchida qilib ishlabaptimish. Mana qandaq jamiyatda bor, mana mushunda ishlarmi yo'q emas shumi? Ya Allah. Haras, bizning hozirgi mush qiz ayollarimiz, erlarimizni besib tushib, haroq tamoqiga hujumni qaytadan boshlabdimish. Nemishga choy ichmaydi ular? Bekadimga haroqsi bo'lamda, nima deb tamoq chekidi? Qarab turib ayollar tamoq chekib olsa, erlar nima chekidi, ha? Anglasam bu yil yozda Urumchida yana uzum pishibdimish. Tova. Kichigimdan tortib hozirgacha men mushu qorikamdan ilm tahsil qilib kelyapman. Buningga Mazna xonimmi o'zi guvoh bo'la oladi. Shuning uchun men uzil demay, cho'qim ilm tahsil qilishim kerak. Oye. O şeytan.
Nega adam balam? Men çok qarapa, Saydul qorim bilan xalqqa va'z aytib keldim. Voy. Pishibdi, ha? Bunun içinde kurt vardı sanmamdı, ha? Voy, balam, bo'ldilar. Dadam qani? Dadang etizliqqa ketdi. Sen berib qarishpasan bo'ptikan balam. Shukur tag'ina apa. Mo'siz yalan yoq degan gapni anglamaganmisan? Mening bu dadamcha ya bir qo'lidan ish keladigan yurtning kattasi bo'lamidi? Ya bir bunda bir puli bor, millionlar bo'lamidi? Mening shvoqo apa, bunda dadini baqqandan eng yaxshisi baqmag'inimiz sizik. Voy, qara mening davatgan gapini. Voy. Men baqo apa, shu butun elga tonilma. Hamma odam meni voy deydigan bo'ladi. Voy jinim balam. To'v deb singan nening yigina, yana nega tunilmoqchi? Apa, men jahonga butkul dunyoga tonilaman. Men xalqni o'ngshimsam zodi bo'lmaydi. Voy balam, xalqni o'ngshayman degicha, beshongni o'ngshab qo'ysam, avu, ay go'zal degan qiz. Shundaq chiroyli, parkiz bola bo'pti. O vaqtda senmi xotirjam, menmi xotirjam bo'laman emasmi? Sen nima o'yda, men nima ko'yda jinim balam? Qandaq deysa? Qara, onun paxlanda. Paxlanda ko'sma uni so'yib yemdim apa, ha? Sening shu kallangni azroq chataqchimi? Men sening kallangni o'ngshimsam bo'lmag'idek. O'zingni bilsa o'zing o'ngshib ol. Voy, Nədək yox qilib qilib edim. ma balani. Voy, tazımı bir qiziq bal. Ma balaning davatgan gapini. Assalomu alaykum qarika. Va alaykum assalom. Aka, o'lta. Amin. Amin. Allohu akbar. Sen neymiş bile kelgendin? Qo'rqmasa qarika. Sizlar degan mana mening nazarim tushgan zot. Özleri meni ko'rib turiblar. Dadamning tumug'i, dadamning yaktiki, dadamning ishtini, bu mening mazmun bo'lishimning oldingi sharti. Sizlar meni qatchida jamoatning oldiga olib borib, hozirdan boshlab mazmun bo'lganligimni bir jakolib eslar. Juslar, qopslar. Nimalarni deydigan sen balam? Bu mazun deganni bo'laman debli bo'lib oladigan ishmi deyman? Balam, boshqa ishga chaqchaq qilsangmi mayli. Lekin mav ishga chaqchaq qilsang bo'lmaydi. Ay qarika, sizlar obdaroq o'ylab baqsizlar. Men mazmun bo'lmasam, mening o'rnimda kimni mazmunlik qila oladi deyman, ha? Qopslar. Astagfirullah, nima deydigan bu bola? O'tag'ini. Qopslar. Qopslar. Ma'qul. Mana. Qopslar. Ma'qul. Ma'qul deyman. Aldırma ama kalıcımni kiyib olay. Ma'butlar keyslar. Ma'qul deyman. Sizlar shu Voy. Qarika, bu sizlar yana bu yerda turib oliblar-ku, ha? Ma'qul. Haras. Taratlar bor-da. Tarat bommamdu deyman. Nima deydigan? Unda o'zi yaxshi, ma'qul. Meni nima gapsan? Mashit ko'ramiz, ma'qul. Jamoatni oldiga borsa bo'lmaydi. Mening mazmun bo'lganligimni cho'qim bilgan jakolib aytmasa, mening kechacha uyqum kelmaydi. Ma'qul. Qarang. Men taqib dey. Muhtaram jamoatlar, dasturxonga beqishibsizlar. Qani. Marhamat. Hurmatli jamoat. Bugun men sizlarni shundoqla sohibxonni avor qilib
Sizlarni bu yerga yig'ishimdagi sabab bilim berguvchi dono ustozim Saidul qorim bilan mening sizlarga deydigan ikki kalima so'zim bor. Men fanniy maktabda xili ko'p o'qigan. Hozir bo'lsa ustozim Saidul qorikamdan ta'lim olib kelyapman. Hozir xalq ilmga, madaniyatga tashna. Buning uchun yana bizdek bilimlik, talantli kishilarga muhtoj. Hozir kishilar gunohdan yanmaydigan, hadislar g'ayva shikoyat qiladigan bo'lib ketdi. Shu bularni tuzash uchun el jamoatga hidoyat yo'lini ko'rsatib beradigan mana menga o'xshash bir odam kerak. Hay, balam, bo'ldi. Ay dada, sen ansirmigina? Men jamoatga foydali savob ish qilmoqchi bo'layapman. Qadrli el jamoat, hozir ko'rib turibsizlar, Mazna xonim qirib qoldi. Uning ustiga bu odamning ovozi burunqidek zil chiqmaydi. Mazmun bo'lgan odamning ovozi cho'qim yangroq bo'lishi kerak. O bola nima deydiganda? Yap yosh turiblar. Kallasdan ketdimi nima? Shuni bizdek yoshlar uning izida besishimiz kerak. Bu degan islohot davri. Hamma yerda yoshlashtirish ilib berilyapsa, biz qarab turamdoq, ha? Bu mazmunning o'rniga cho'qim men mazmun bo'lishim kerak. Osan olay shu mazillikni. Hay, Mazna xonim. Hay. Shu ko'taqana dada, to'g'ri qildi. Ketaversin. Xotirjam, ketaversin. Mazna xonim. To'xtab tursa. Hay dada, jim o'tag'ina. Mushu balning gapining biroz asosi bor. Endi el jamoat mening mazlikni qanday qildiganligimni bir ko'rib qo'ysin. Men qorikamdan ko'p ilm ilib mazlik shartini hozirlab bo'lgan odamman, ha? Qani, endi tamoq yeysizlar. Alali, ha? Dada. Qo'pa. Dada qo'pa. G'aflat uyqusatgan odamning nasibasi deyman, qo'pa. Namoz vaqti o'tib ketmasin, bo'lmasa odamning bo'yniga shayton minib oladi. Chopsan qo'pa. Nima dedim? Qo'p deyman. Namozga chiqmasak bo'lmaydi, qo'pa. Voy qo'pa. Namoz olmaganda tag'a. Aytgandi voy. Qo'pa. Voy. Namoz vaqti bo'lmabdi tag'a. Yerim kechilarni o'g'itib. Hey, qanday degan gap bor? Lo'li qo'ymay. Ay. Allahu akbar. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر Erik alıcağının kıraşı ikende bu. Ekber özücüm hazım bo'lib yerim kechida azan etgan nemesi. Dadisi bo'lgan odam gap qilmamdiganda. Yoki u bolasining bu ishidan xo'shal bo'lamdiganda. Mazna xonim. Nima shop ketdi bu? Mende nima amal? Gap qilsaq gap anglamasa, texe menden çoğ so'zlaydi. Bu ishni qanday qilib amdi? Texe tartavamı deydi. Özünün tartavamı, ha? İmam Ağunum, bu işni özleri hal qilmislari bo'lmadi. Nadimi yerim kechida qopib namoz o'qiydigan ish bor deylar, ha? Dadisi bichorimi xijil bo'lib masjidga chiqolmayotdi.
Onu qo'yib bersak, 4 kunda masjidni ostin-ustin qilib o'tadigan o'xshaydi. Hay. Bu ishni Xudo o'zi tuzimisa, hay. Va alaykum assalom. Va alaykum assalom. Tarat ilvaqaslar. Tartong bom. Ele olaylı Cuma. Ele olaylı. Ma'qul. Mana. Tutashtıra. Ma çekişleri bomba de. Bomba de. Ma çekişleri bomba de. Ha, kesle. Bir tatarım. Anada. Yaxşı. Ha, buldu. Buldu. Ha, sana geldi, ala. Odam bo'lmaydiganlar. Hey! Men har qaysini tuzayman davassam, bu yerda o'tirishib, chekishib, tamom ketibsan-ku, ha? Har qaysining holi shu tursa, men sizlarni qanday o'shayman? Mani yana chekib o'tag'ini, qijilanmaydigan, uzatmaydigan. Odam bo'lmaydigan. Akil ham meningni o'tma-va. Estağfurullah. Sen çıkışı. Bana çıkışı. O kallala, sarangla. Bana ya. Neme görmez. Çekiyor öyle. Ekber balam, tamağını ısıq diyavağına canım balam. Nemini oylavatıdığan sen? Qapa, anlasam şehirde bazı kızlar erler otağın sorunda yeni oturup arak şişpese pul alamış. Şu kızlar mı kim? Gidiyordu o he? Belki şundaqdı balam. Ala balam, işini ısıq diyavağ. Balam, ha. Ala balam, al. Oy, ne görse? Ben terakeli olayım. Oh, ye.
Kandım. Günden günüge eğirleşip gidiyordu. Toyuna kıvağıç sağ salamet durup ez buladı. Kandak mı kalarımız? Kandak mı kalarımız? Yüreklerim ezilip gidiyordu. Ay Xudayım. Ağlasam, Ekber öyle kondak hesap demiş. Keçi şu kondak çıkıp, ezan dolap çıkır iken denla. Alamet geldi de alamet. Mekanda tapanmağandaki keçi sıkıştırdı de hava. Geldi Cuma geldi. Alamet geldi. Qarana. O kelyapti. Cinning gapini qilsa jini kelyapti. Oxirgi zamon bo'ldimi nima? Voy, shu. Uni bir qilmaylimi? Bizim bazla otuzu. Hey, her kaysağının kılıdığın bir başka işlerin yok mu? He? Men nemi oyda, her kaysağın nemi koyda. He? Birdam karsan niş çıkıp atkan. Birdam karsa kamar oynavatkan. Yeni birdam karsa ay yeşil cümlaktaşlarını bir-biriga sokaştırıp oynavatkan. Hatırma cahanda nemiş lağladı. He? Amerika'da nemiş oldu, Japonya'da nemiş oldu bilişemse. He? Vay, külmegin hele. Eden olmaydıgan yağaç kulaklar. Her kaçtığımız yerde oturup yerde yıldız tatıp siz geçese. Karap durup benim gibimle anlamadık ne? Toktap duraş. Hamile bir güne gibimle anlatılan kılmam. Mangına. Hey, her kaysın ben kündü devremdim ben, he? Her kaysın bir yerde harak içip, he? Nakşı okup, oltağı içip, üyün görüp, kitap okuştan olmamda. Her kaysın içini vatı ben, fakatlık hep anlaşmaydıgan emilik ese. Bilim alışsan, her kaysın asmanda uçsa, he? Bilim ilişmesen, Kadihan'ın işkide keçkişi tağanı götürüp yürüşeyi verirse. Anlaştın mı? O hamakat saranla. Her kaysın ilimden nemiligini bilişmey xuddi kelpi yok kesektek otursa. Her kaysın nemini bilişse, ha? Gün çıkandan tatıp, gün patqıça, müşahede harak işçi, oğun tətür gəplini qılıb, xalqның xayvitini qılıb, nemi yaxşı günü görçəsə, bizi qılırlar. Degenden beri şunç gəp qılsam, hiç kaysın mitmi qılışmaysın, ha? Mən sen hamakatlarga gəp qılıb atım, ha? O sarang beşimizni ağırtıp yeni peyda olup kaldı o. Kimni sarang davatsa? Sarang, özün sarang, kalva, tüt. Bu neye bir edepleydi ancak mı kep kaldı? Meni edeplemse, meni edeplikçe, özün edeple, bir-birini edeple. Edeplemen de ettik, he? Atap duruş. Her kaysanga hamını bir günü özümde bir köz koymam, bu.
Yana birdan so'zligini haqini. Nima deb so'zlamaydi ekanman, ha? Sana benim küçük etmem da, ha? Sana sözlemesem kimi sözleyme? Ben So'zligini haqini. Oy! Adam var mı? Oy! Mana! Yana söyle. Adam var mı? Beni boşuna vuruşacaksın. Saraydan vuruşacaksın. Başla geldi. Kaçana. Bulun. Ha kilişmemse. Nima qilishsa? Yomon bo'lsin kelishi. Ha. Endi men har qaysini adablayman. Qani. Kent başlığı, özleri bilirler. Bu yüzden sıradan başka yölengilik adımımız yok. Şun. Benim yana ayrım ko'nglim bor. Elden elbine değişiyoruz mu? Kandak dedim, ha? Böyle kışını unutup kalmışlar, ha? Boluda çatak yok. Boluda. Şun. İşi olsa izlep kelsen bulayım. Öyle doğruydu ben. Kandak iş olsa öz vaxtida doğruydu, ha? Sen hatırlayacağım bu meyve. Hemen şundan koşsun, ha? Koşamayız Ahmet. Ras, hilqi Beliq ko'liga atilardan bir suv boshlig'i bo'ladimi? Sana dedim go. Hatırlayacağım kitiver. Ha? Bak qilamisan, shunday bo'lsin. Hatırlayacağım kitiver. Kent başlığı her kandak işini kılalaydı. Sen bunun da hatırlayacağım olsan bunu. Ma'qul. Hatırlayacağım bol. Ma'qul. Lekin shu dehqonlar palani suv boshlab ketdi desa, Yeni dese, yeni şu gapni qiladigansan. Men boyada sen hatırlayacağım bo'lmamsa, ishlaring bo'lsa, uyimga keliver. İşlerini hemen to'g'rilaveramiz. Ha? Buni da sen hatırlayacağım bo'l. Men dedim bu. Rahmat. Qilamisan, shunday olsun. Xo'sh. Ketaveramiz. Xo'sh. Ma'qul. Bo'ldi. Xo'sh. Maqlamsan. Xo'sh. Xo'sh. Cacağını yesin. Kimsen? To'xtanaymi? Asta. Keynimga qarab qopdim, ha? Kent başlığı. Asta. Kim? Kent başlığı men. Kent başlığı. Yemiş. Ekber degan sarang bizning gapimizni anglab qolgan. Qaysi Ekber? Al səhli qarningchu. Hey bilmemdin uni. Hamma yani ayılıp yürüydiğin sarang tursa. Bana verip bu uğruna bana. Mang. Ma'qul. Mang. Ma'qul. Oy canım balam. Oy canım balam, meni onda qo'rqitmag'ina. Ha, canım balam. Akla, men surtib qo'yay. Bo'ldi apa. Ma'qul. Men jigar akray. Canım balam, men qanday qilay? Qara apa. O bengiler meni urib oldim, tilib oldim deb aldırıp qo'shib ketishmisin. Aman bir kuni saqayga vaqtimda ularning adibini vermaydigan bo'lsam. Bo'ldi balam, bo'ldi. Onda kuchima. Yüzüng jigarni chaplab qo'ysam, yuzingdagi ishqni oldi. Bo'ldi qila apa. Onda qilma, yuzingga chaplab qo'yay, jinim balam. Oy, onda qilmag'ina balam. Men qo'shib ketay. Nima qilatding, jinim balam, shu eskilar bilan tang bo'lib? O'zingni o'ylasang bo'lmamdi. Qara, uyda o'ltirgan bo'lsang, mush ishmi yo'q, jinim balam. Voy. Apa, men endi mahzun bo'lmaymikin deyman. Voy jinim balam, hajab esil gap qilding. Endi aqlingga kelsan. Hajab qo'shib ketyapman jinim balam. Asta tura. Endi uyda jim o'tirib, dadangga qarashib, qara, xotirjam bo'lsak, chiroyli to'yingni qilib qo'yamiz. Qandoq deysan jinim balam?
Ertadan başlap kent başlığı olayım ki. Nima deydigandi ma bola? Apa, endi men ertadan başlap herkes mezun bo'lmayman. Mezun bo'lsa, hech kim uning gapini anglamaydi ekan. Lekin kent başlığının gapini hamma odam anglaydi ekan. Kent başlığı nima desa, shuni qiladi ekan. Hamma odam kent başlığından qo'rqadi ekan. Shunga men mezun bo'lmay kent başlığı bo'laymi ekan deyman. Agar men kent başlığı bo'lib qolsam, herkes xiyonat qilmayman, paramayman, xalqning g'amini qilaman. Shunga men cho'qim yaxshi kent başlığı bo'la olayman. Voy jinim bolam, qanday bo'lib bu xiyolga kelib qolding? Ale. Men kent başlığı olmasam zadi bo'lmag'idek. Tuta. Voy, bu ishdan tutsin. Asta. Men cho'pa, mazlikdan jaq to'ydim. Ele qirmazı mazlikini qilaversin. Men kent başlığı bo'lgandan keyin bugun meni o'g'on heliqi hamdam xiyol bangilarning adibini rasa berib, o'zimning qandaligini ko'rsatib qo'yaman. Voy jinim bolam, xalqning ishiga aralashmasang bo'lmamdi, ha? Apa, sen tarat elib olgansan, ha? Voy. Kent başlığı qo'rqoqni nemishqa menga o'xshash ixtiyorli odamlar tutmaydi. Bu zaten uchun. Qog'ini a'tiborli qush oldigina. Ha, pul topolmaydigan eti zamandinglar. Sen kent başlığına ağılmandın. Ota-ona japa tatib yursa, sen mushundaq cho'jalamagan sadak yuraveramsan, ha? İşana qilma. İştigenicha biz sana o'xshash taqa ko'tarib qilmaymiz. Zamonaviy uskuna bilan qilamiz. Har qaysi mening nima o'ylayotganligimni bilishimsa, ha? Buni bilishmaysa, cho'qim bilishmaysa, nima u ishlarni tizgicha turilib qilgan ishning tayini yo'q. Chet eldichu mingmo yana bir dehqon mashina bilan teriydi ekan. Men shunday qilaman. Ey, sen bağı kötek arısı toşkan tutman demey. Berip işini kıla bana. Vay, mana o'zing ishingni qilgani har qaysiga tushundiganingga foydasi yo'q. Sarı oldu. Bana. Ate. Tate kulağını, siyah. Yok. Ate. Gel. Ekber qari. Çıkın. Gaplamsa, tanka yetişolmamdoq. Tanka yetişolmamdoq? Har qaysing vaqon mushundaq o'ltirishsang, tank emas, ishak aronsima yetishmaysa, bugun mening ishim aldirash. Bo'pti, men har qaysingga gap qilmay, men yezi boshlig'ini ko'rishib bo'lib, kent boshlig'i bo'lgandan keyin andin har qaysining adibini berma. Men hozir nega borib bilishimsa, men bog'o yezi boshlig'ining ishxonasiga borman. Kent boshlig'ining ustidan arz qilaman. O'zim mush kentga kent boshlig'i bo'laman. Anglab qo'yish, mana men har qaysiga kent boshlig'i bo'laman. Voy ishini qila mana sara. Meni sarang deb ketganda? U sarang. Voy mamma. Kelinglar, o'yinimizni o'ynaylar. Tika. Ha, kele, doğama, ha? Assalomu alaykum yezi boshlig'i. Muborak diningiz yaxshi turayotganda? Yaxshi. Ha, o'tiring. Siz men. Siz biror ish bilan kelganmidingiz? Ha? Mundaq ishda qarang. Bu xalqning taqdiriga munosabatlik cho'ng bir ish. Hozir bizning O'yto'roq kentimizdagi dehqonlarning turmushi intayin nachar. Uning ustiga bizning kent boshlig'imiz ilgarigan qarqo'saq bir nima. U mushu holiga qandaqmi bizning kentimizni boshqara oladi deymi, ha? Men bunga faqat chidamadim. Ukam, siz zada nima demoqchi? Demoqchi bo'lganim qarang. Bizning shu mahallamizdagi jamoat unumasam unumay meni ma'zin qilib saylab qo'ydi. Odam pek bilimli ko'p kelsa, hammasi odamning hurmatini qiladi ekan deyman. Ukam, gapingiz olsa chaqaraq ayting, mening tövanga tushadigan ishim bor.
Demakchi bo'g'inim, men mushu bizning kent boshliq bo'laymikan deyman. Endi bu qo'lingizdan keldigan ish. Siz ishkilik bir narsa sezib, qancha tamog'ingizni urib asingizlar, men bir boshliq olib kelsam deyman-ku. Siz qaysi maktabda o'qigan? Men elimizdagi to'liqsiz o'tir maktabni bitirgan. Uning ustiga mening dindimga xabarim bor. Qo'shbisliq ta'lim olganman. Ba'zilar mening qobiliyatim qarab, yaqinlarini tutishib hayron qilishidi. Mening faqat oliy maktabda o'qimgan yerim bor. Agar men oliy maktabda o'qib qolgan bo'lsam, oliy maktabni bitirmay turib olim bo'lib ketdim-jimi? Men aldiraydim. Shuna ishkila xatizib qancha tamog'ingizni urib etgan bo'lsangiz, men boshliq bo'lib ketgan bo'lsam, kentimizgilarni bir kun bo'lsa, yaxshi kuniga erishtiray deyman. Bo'ling. Bo'ladi uka, biz o'ylashib ko'raylik. Hozircha qaytib turing, ha? Biz o'ylashib ko'raylik. Pek uzun o'ylashib ketasizmi? Ma'qul, emsi men saqlay. Men mangay. Xo'sh emsi. Men mangay. Bo'ldi, uzatmang. O'ltirib qiling. Men mangdim emsi. Xo'sh. Anisi, bu balının peşine oңlap koyamdık ya. Shunda qilsaqmi qilaylik dadisi. Bo'lmasa bu bala o'ng ta'tir so'zlab, o'zigimi, shunda qilsaq bizgimi bo'ldi. ishtirib o'zimiz so'yadi. Shuni desizlar dadisi. Birli bola emasmi, ko'zi qarab cho'ng qilgan. Bir qizning peshini tutsa, o'ng'ishilib qolarmikin deyman dadisi. Shunda qilsaq bo'lg'idek. Keldingmi bola? Kela, o'ltirg'in. Kela balam, o'tira. Nagvadan. Men nagvadan bilamsizlar, ha? Men yezi boshlig'ining ishxonasini berib qo'ygu, kent boshlig'imizni ustun arz qildim. Qandaq, men yomonmikanman, ha? Ey balam, unda qilsang bo'lmaydi. Dada, sen qachongacha 3 pesh og'zimga cho'yishlab yuriysan, ha? Sen nima qilay deysan? Odamni aram xudo yashqil qo'ymay, ha? Nima? Ey, sen qancha qilsangmi boshliq bo'lamaysan. Nima deysan? Bo'lamaysan. Sen qachongacha burningning uchini ko'rib yashaysan, ha? Mendagi iqtidorli odamni boshliq qilmaydigan kimkan u? Sen burunning uchini ko'ramaysan. Nima? Qanday ko'rdiganligimni ko'rib qo'yish. Men boshliq bo'lganda mening qandayligimni ondin bilsan. Men ketdim, ketdim. Hey, unda to'xtab tur. Mana bolani. Ey xudoyim. Apa, men boshliq bo'lsam, sen nima deysan? Voy, nima deydi xanduma bola? Nima dedi? Bana verip öyle kim bulsun çakır çıkar? Bana. Siz burada bana. Makul. Salak korka! Oy salak korka! Bu yak çıksın. Kent başlığı çakır attı da. Anisi. Ha? Kent başlığı kepti. Salak karım. Haberleri bağ mı yok? Hoş. Senin oğulları Ekber. İlgirikin kep anlamaydıgan yağaç kulak adam baptı. Ha? O çukur tüven cügülep yürüp hemli adamga meni yaman kipimni qipti. Men shundoq yaman odamman. Ishonmasanglar ma'nodan so'rab boqinglar. Xudo ashna qilib qolsa, qo'li tutib, oyaga opirib, o'zim bir taraf qilib yetaman, juma. Sizlar yaxshi tarbiya qilinglar, ha? To'g'rimi? Bu qatim yana mushtaq qilib qolgan bo'lsa, Obdan tarbiya mana men
Özün bir taraf qilib edime. Ha? Obdan tarbiya qilib qo'yinglar balanglar uchunmi? Ha. Ha, ama shunday bo'lsa. Öyle bir piyaz çay Qo'sh, qo'sh. içkesine. Kirib Ha, ketdi. qo'sh. Birden oturtmasın Bo'ldi, olmamdı. qo'sh. Maqla hoş. Kapımız. Mana. Mana. Bu yana ishlar yuribdi emasmi? Qilamiz. Hey, Nasıl kırk balam. Sen benim eşimi topsalaydımsan. Sen nima o kent başlığının üstünden getirip yürüysen? Oynaşman erbab bilen, erbab sala her bab bilen degan gap. Nima deyapsiz da? Mening mi o'zim uchun yashash huquqim bor. Yo'q, gapni qilib odamning ko'ngli restida yuradi ekansizlar. Ist, sağdagi qashnalar. Nima dedin? Ha? Nima ish qilsizlar? Qo'rqadigan ishdan qo'rqmaydigan ishdan qo'rqib yurasizlar, ha? Shunga qara, sen o'mish bir chapini ish ko'rmay yuryapsan. Sizlar mendan ko'p narsa o'rganishinglar kerak. Neyimdeydi bu? Anlasam akşamki tavkada taliyan ondan kep kaptı cima. Top ve taqadı birini utmadık. Bəzi utturduğan gap, bəzi utturduğan gap. O'ltirib ketdinglar. Bo'pti. Hozircha ham shunday o'ltirib turinglar. Hammani bir kuni o'zim o'ngshayman sizlarni. Ekbiraxu, namandыңlar? Yezi boshlig'ining ishxonasiga. Agar kent boshlig'i bo'lib qolsanglar, bizga 10 ko'zinglar bilan qarab qo'yasizlar. Ha? Qanday? Baqilamiz. Xo'sh. Oltiranglar. Nerede bir sarağını tutuyorlar. Paranın beli tepti dese. Shunda Qo'ying xo'sh. masalani. Bo'ldi endi. Qo'yinglar. Yezi boshlig'ining ishxonasiga bordikin emasmi? Alamadis o'sib qolsa, foydasi bo'lib qolarmiki deyman, ha? Assalomu alaykum, boshliq efendim. Ma'rif olsun. Tamakni o'chiribding. Ishxon tamak chekishga bo'lmaydi. Aras, mening yiliqi ishim zodi qanday bo'lib ketdi? Hech bir xabar yo'q-a?
Ukam, siz tek yaş, tecrübesiz. Başlık olaman deydiken siz, obdanroq öğrenişiniz gerek. Demek ben kent başlık bulamayotganman da. Lekin hozir hamma yerda yoshlashtirish prinsipi yo'lga qo'yilyapti-ku. Ha? Ukam, bu çaqçaq qiladigan ish emas. Siz kent boshlig'i bo'laman deydiken siz, davomliq öğrenişiniz gerek. Kent boshlig'i bo'lish undaq o'ng'ay emas, ukam. Yaxshi. Rahmat sizga. Rahmat. Arz qilaman. Arz qilaman. Hı? Kent başlig'ining ustidan. Yaxshi. Yaxshi. Bizni mushunda qiynag'asa bo'lamdi, ha? Suv bermagili uzoq bo'lib ketdi. Shu. Suv bo'lmasa nima bilan teriqchilik qiladi, shundaqmi? Shuni deyman. Suv puli deb qancha qitim ep bo'ldi. Suv puli desa toza oladi. Qandoq gap bu? Qandoq bo'ladi? Ha? Shu. Mana kent boshlig'i o'zi chiqdi. Qanday gap bo'lsa o'ziga dangla. Ha, nim bo'ldi? Nazir o'g'anda yig'ilishyapsizlar-ku, ha? Kent boshlig'i, yerlarimiz qurib ketdi. Endi bir suv bo'lmasa, Shundaymi? Suv bo'lmasa nima bilan teriqchilik qiladi deyman. shuni deyman. Yala chaqchaq yerilib ketdi. Mamtimin suv bermagili uzoq bo'lib ketdi. Shu. Suv bo'lmasa biz dehqonlik qanday qilamiz, ha? Buning bir amalni qilsa bo'ladi. Shu emas bu. Suv bo'lmasa biz qandoqmi teriqchilik qilamiz? Tapaqsizlar. Qaysi suvni beraman? Qaysi suvni? Yilimiz yilda 2 qitim suv beryapmiz. Ya osmondan yomg'ir yog'masa, amisa haqasangni etizig'i berib tukib beraman ya. Suvning amalni silqimizlar qanday qilamiz? Odam o'las suyagi chivindak paydo bo'lgan ekansa, ko'zimdan yo'qol. Mana, yo'qol. Yaxshi. Ma gapni ko'ring. Tova. Mabalning o'ltirishi qaranglar. Ancha-muncha qarshi pasang nima bo'ladi? Man qaranglar, men ulug'vor ishdan tutish qilyapman. Sizlar menga to'sqinlik qilmasliginglar kerak. Ha, meni qo'llashinglar, menga madad berishinglar lozim. Ha? Partiya hozir bizga to'g'ri siyosat yaratib beryapti. Lekin men bizning kent boshlig'iga o'xshash bir qism nafsoniyatchilarimiz o'z nafsiga cho'q tortyapti. Sizlar shuni bilamsizlar, ha? Ey, Men kent boshlig'i uchun arz qilaman. Bo'lmaydi. Bu kent bog'i menga o'xshash bilimli odamdan boshqarishga muhtoj. Bo'lmay, oqmaydi. Nima oqmaydi? Jinim balam, undaq saranglik qilma. Men xursho'b ketay. Kim sarangkan? Sarang degan sen, sarang. Onisiga ushla gap qilamda. Men kent boshlig'i uchun arz qilaman. Men kent boshlig'ining o'rniga o'zim chiqmasam bo'lmaydi. Mening shu ulug'vor pullarim uchun shahar ko'rishim kerak. Shahar ko'rish uchun menga sizlar cho'qib pul berishinglar kerak. Pul ber. Pul yo'q. Pul yo'q. Apa, sen pul ber. Yo'q. Yaxshi, ish qilingni pul ber. Ishkiling mening o'sishimni xohlamaysizlar. Ko'rmayapsizlar, ha? Mana bir kuni men o'zimni ko'rsatmaydigan bo'lsam, xat to'xtatib tush olaman. Balam, balam. So'ranglar. Qilma dema. Hey, to'xta. To'xta tur. Bu bola nima qilib yuradigan-da? Men ishni ko'raman. Bu balig'i nima qo'y kirganda endi? Hurmatli jamoat, mening sizlarga 2 kalima so'zim bor. Men shukurga yaramas, harxor kent boshlig'idan arz qilmoqchi. Menga iqtisodiy jihatdan xalqinglarni keng ichayotgan bo'lsanglar, ey mo'min qarindoshlar, sizlarni deb shunday qilyapman. Bo'lmasa o'zimning ishimda yursam bo'laveradi. Sizlarga yurkim chidamaydi. Shunga sizlarmi meni ancha-muncha o'ylab qo'yinglar. Sizlar hozirgi davrni, o'zgarishlarni tushunamsizlar? Ha? Tushensanglar, alqininglarni ochmay faqirab turibsizlar-ku. Shunga menga ancha-muncha iyona qilinglar, ha? Sizlar mana qarab turibsizlar-ku, ha? Menga atqininglar bo'lsa, ancha-muncha iyona qilmamsizlar, ha? Menmo qaytib kelgandan keyin sizlarning g'iminglarni yeyman emasmi? Nima deb ko'raysiz? Qani, menga atqininglar bo'lsa, ayimay chiqiraveringlar, ha? Menmo qaytib kelgandan keyin hargiz qarab turmayman. Sizlarmi atqininglar bo'lsa, ayimay jo'yligil turdi-ku bu, ha? Nima deydi? Qaysanglar chiqarsizlar. Beni tushunmadim bu. Men baqas turay. Sizlar nega borsizlar? To'xtanglar. Men sizlarning qiymanlarni yeyabotsam, hammanglar ketyapsizlar-ku, ha? Kim sarang ekan? O'zing sarang. Tag'a, siz menga pul berasiz, ha? Tag'a?
Bana ilan kılasız? Tağa! Tağa! Ha. Boldular. Sizin ağınamı gidek. Vay qanda qilaman. Vay qanda qilaman. Vay Xudoyim. Jiqqan pulimning birini qo'ymay ep ketibdi. Akbar qinisan. Akbar. Vay dal qanda qilaman endi. Vay qanda qilaman. Vay dadisi qinisile. Vay dadisi. Madamning o'ltirishini qaramamdigan. Av Akbar sanduqdagi jiqqan pullarimizni ep ketgan o'xshaydi. Sanduqda hech nima yo'q. Akbarning to'yga jiqqan puli. Şunun hammasini ep ketibdi. Voy qanday qilaman? Voy qanday qilaman? Endi qanday qilamiz? Uning to'yga jiqqan puli. Birini qo'ymay hammani ketibdi. Voy dadasi bir amal qilsilichi. Madamning o'ltirishini qaramamdigan. Voy Xudoyim qanday qilaman? Voy dadasi gap qilsilichi. Osh bu odamning o'ltirishini qaramamdigan. Isib. Akbarjon, nega? Shaharga. Muallim, siz beni tanımadınız mı? Nasıl beni tanıyamadınız mı? Siz Ahvalınız. sizni hech bir Beni tanıyamadın ne? Ben sizden okuyucunuz, siz beni okutuşum durup beni tanıyamadınız mı? Akbarmisan? Doğru. Bir yak manga o'xshamamsan. Şehirge, şu bir arz işi vardı. Muşo kentliklerinin xiyonunu yapılmadı. Qanday? Ulug' safarga. Ulug' safarga. Ulug' safarga. Muallim, ben hazır burunku o'xshamayman. Muallim, men mana muşo qalamlarim bilan ancha-muncha she'rmi yozib qo'yaman. Boshqalar meni texi shoir deb maqtab ketishdi. Hozirgacha kichik bolalarga dars o'tamsiz? Shunday. Ma'lum bo'lmaqo oson ish, lekin uning o'zga tushliq jafosi bor. Bolalarning orasida kechgacha cho'g'lab yurib jafo chekadigan gap. Endi sizmi mening ancha-muncha foydamni ko'rasiz. Men shahardan kelgandan keyin ishingizni o'zim o'xshayman. Hozir ham ish bilan o'xshayman. Hamma o'xshash ancha-muncha puli va boylardan tanishib qo'ygan yaxshi. Mening mo danglik boylardan tanishtirim bor. Mening Hasan Gazir deb bir og'inam bor. Kunda 7-8 tane gazini tugitadi. Lekin o 20 dan xotni va 20-30 yerda uy va boylarmi kendimdan yuradi. Ya'ni men Hasan Gazirga hech qaysini tanqimayman. Chunki Hasan Gazirning ancha-muncha insofi bor. Mashinaga kechib qolma yana. To'g'ri deysiz. Saytingizda cho'ray. Kechikib qolgan tasla qaptimi? Qanday ishingiz bo'lsa, men shahardan qaytib kelgandan o'zim o'xshayman. Balanda, xo'sh hamsa. Meni bir. Meni. Furkan, qandoqroq? Birdan bo'lmagan. Doktorxonaga boraylik, ha? Doktorxonaga. Turma. Mening qalamim
qalamim yo'qtirdi, ishki qalamim yo'qtirdi. Qalam degan ulug' narsa. Doktorxonaga boraylik. Yo'qolib ketsa, faqatla bo'lmaydi. Turing. Qalamim nega ketgandi? Qalamim nega tushib qolgandi? Doktorxonaga boraylik. Turing. Mening qalamim Turing. Qalamim yo'qtirdi. Hey, o'ltirib turing. Tengib bo'lanmadim. Asla men maqmasam bo'lmaydi. O'zimning kichikkin og'riqim deb xalqning taqdiriga munosabatlik cho'ng ishlarni tashlab qo'ysam bo'lmaydi-da. Men hozir maqmasam bo'lmaydi. Ukam, xalqning taqdiriga munosabatlik zodi nima ishdi, ha? Hozir vaqo qarang, bizning yezimizda bir qism nafsoniyatchilar ko'payib ketdi. Bularni men yuqoriga inkos qilmasam bo'lmaydi. Hozir kompartiya dehqonlarni beytimiz deb chaqiriq qilyapsa, ular dehqonlarni ishlab yesa bo'lamdi. Siz mushu chaqiriqlarni anglagan bo'g'idingiz. Ukam, siz qaysi yezidan keldingiz? Men Qo'rg'on to'g'roq yezidan. Qo'rg'on to'g'roq yezidan? Siz bilmaysiz qarang. Parxor kent boshlig'ining kasobatidan dehqonlarimizning ishlarini tizdan oshmayotdi. Shu men kent boshlig'ining ishlarini yuqoriga inkos qilib, uning adibini beraman. Siz cho'qim bilmaysiz. Mening deganlarimning hammasining o'ziga tushliq asosi bor. To'xtab turing ukam. Deganlaringizni yez olay. Ukam, siz aldırmay uçuq deb bering. Men xotirli bo'lay. Siz hadi kimni tapatsiz? Bizning yuzimizda bir kent boshlig'i bor. O'zi pakar, rengi qop-qora. U nihoyatda Kent başlarının 3. üye. Yana ep koygan joylik yerimi bor. Yurib ko'rib boqaylik. Mamo kent başlarının üye. O'sha yezni Alloh seviga yetdi deb anglab kelib edim. Undaqa emas taqlam deymi? Ba'zi dehqonlar o'rin. Qaranglar. U Akbar o. Ha, shu. Pokistonlikdek yasnamabdi-ku. Nim bo'lib olgandi u? Shundaymi? Endi u Pokistonlik bo'lib olib, ko'ni gilam og'ili kelmaganda, ha? Bizning uyda bir ko'ni gilam bor. Aldab setib etamdiq ya. Bizning uyda bir ko'ni shirdoq botdi, shuni setib etamdiq ya. Uni mi deymiz, buni mi deymiz? O kitobni chiq o'qigan nima?
Anlasam, yaqında shaharga berib kepti. Cho'qim bir ishni tavirtib keldimi-ki? To'g'ri. Uning bizga salom qilmay o'tib ketganni. Buningdan keyin uning zitiga tegadigan gap qilishdan hazar aylasak bo'ldi. Balam, nega mandın? Man qara balam, şəhərgin berib gəldin, dənnimi obdan ilib aldın. Hazır dehqonchilikning yaman aldirash vaqti. Dadangga yordamlashib bersan bo'pti-kan, jinim balam. Apa, şəhərdə mən hamma başqalarla görüşdüm. Ular gelib meni kent başlığı saylaydigan bo'ldi. Meni hamma odam qo'llab olsa, sen o'ltirilib ushaq so'zlayverdi ekansan. Uning ustiga men xalq bilan aralashmasam, xalqning orasiga cho'kmasam, men qandaqmi yaxshi rahbariy kadr bo'la olmayman deyman. Mushunchalik qoidani tushunmaydi ekansan, apa. Ay, bu topunu sorup oturuyordu ekansan, apa. Biz vaqo şəhərdə pakiz kelib ko'rib qopdik. Ben top sorup o'tdag'icha, sen men o'qiyamagan degan oliy maktabda sen bo'lsam o'qisam olmamdi, ha? Voy jinim balam, men qirib qolgan vaqtimda qandaq o'qiyman? Ay apa, bu o'g'inish degan bag'o yosh qirg'i baqmaydi. O'g'inish, yana o'g'inish degan gapni anglaganmisan? Bu gapni kim degan bilamsan? Voy tangay balam, mushu mahalda gap topadiganlar yamanjiq shulardan birisi degandi, ha? Ay apa, buni bag'o mahaldagi gap topadiganlar degan gap emas. Bu gapni ulug' doimiz va ustozimiz Lenin degan gap. Lenin dedi degan. Sana bu gapni qachon degan bo'g'idi? Apa, bu gapni Lenin menga demagan. Leninning gapini bizning o'qituvchimiz deb bergan. Men ketdimsa? Mundaq degan. Ya Allah. Balam, baldiroq qaytib kelgin, ha? Men şəhərdəki başlıqlarına şansığı var o, üsüplə kiriverdim. Ular mening dana gaplarımni anlab, ağızları hinda içilipli qaldı. Yılqı başlıqlarçı, meni merdane, yüreklik jigitkensiz dedi. Yani ular bu meseleni derhal çın tutup, siz hal qilimiz, siz xotirjam bo'ling, biz sizdeki jigitga muhtoj dedi. Haras, yılqı başlıqlarçı dexe, meni kent başlık qilishdan sırt, gazetlarda təşviq qildigan bo'ldi. Bu degan o'tni holam. Kent başlığını ko'rdigan kunichi texi oldida umu mansibidan qoldirildi. Bundan sizlar hammanglar xabar topgansizlar, ha? Ma o ko'zoynakni bog'o shahardagi ilqi başliq berdi. Bunda o qarasa xatni yo'qon ko'rsatdi ekan. Ma tavuzni yemsizlar ya bo'ldimi? Bo'lmasa men buni anamga qo'yib ketay. Emsi men ketdim, ha? Xo'sh. Bo'ldi. Uzatmanglar. Qilib qilinglar. Men ketdim. Xo'sh. Voy, quruq gap anglab o'tirgandan ishimni qilaychi. O'ltira. Avvalgi kitobni jiq o'qigan. Buningdan keyin uning oldida qalaymiqan so'zlimsak o'qidek juma. O'tganda uni masjidda urib qo'yibdik. Agar u kent boshlig'i bo'lib qolsa, buningdan keyin uning tishiga tegmayli juma balla, ha? Qanda dedi. To'g'ri. Uning tishiga tegmayli. Men olay. Qo'xtama. Akalar, astaroq tutar, ketmasin. Astaroq. Mana. Ajiz o'xshabdi, ha? Ay, mantda. Ola. Ay, qizlar, qaranglar, Ekber kelyapti. Ha, Ekbermi? Voy, raskan. Qaranglar, o'sha kirib ajib boshqacha chiqdi. Uni chaqirib ket. Tamam, qilaylik. Chaqirlar, boqaylik. U nimdaydi? Ketmay chaqiraylik. Ekber.
yaxshimisiz? Akbar, anlasak shaharga berib kelsiz. Shaharda qanday yangiliklar bor ekan? Şəhərdə oxuranlar, yanlıq bəycik kim 28 binalar var ekan. Bizim bu yerdə unda öyle yok ekan. Ularning hammasini hayli mədəniyyətlik, pakiz yürür ekan. Səmi çoxum, pakiz, mədəniyyətli bulunlar. Senin deganlar, şu çağda yaxşı adam olarlar. Mən oxşaş bularlar. Şəhərdə qızlar çıraylı ekan, lekin bəziləri yanılar sizlərə yetməydi ekan. Bəzi qızlar gərəm qıldı oxtab yüzüge başqa adamın sürtün sizilib, bəzi əynəkdən özünü tanıyamay apısını soraydı ekan. Baldı. Rahmet. Şehirden yoldurdu bunda kıyırık yoktu. Oy Akbar, alayla bırak beni. Dadisi. Akbar degan sarang pichoqni qildi. Nindaylar? Pichoq xotin. Sap-saq turmamdilar. Uyqularni uxlaslar, odamni qo'rqitma. Tushumganda. Tushumganda. O'sha Akbar degan sarang igiz bas so'zlab meni bir nima qilatmasa? Xo'sh, u sarangning qo'lidan nima ish keladi? O'g'o, shundoq bo'lsa-mu ehtiyot qilgan tuzuk. Tilning biror til tutuqlari yo'q-ku. Uyqularni uxlaslar. O'g'o shu. Cacısını yedi. Ben kaçanışmışlar şurayı öğrenme. Böylece kent başlık sayılmaydı. Ta. Her koyga saldı bendini. Civat pırangdan arkaya. Her koyga saldı bendini. Bazıda sultan bulur. Bazıda kaydım kendini. Ne ekmadın? Oturuşka. Bazıda sultan. Sen kaçancı oturuşka kopuşka deyip sürüyüversen, he? Sen oturuş kopuştan başkını bilmemsen, şunun ornuna kitap okusan, bilim alsan olmamdı. Hey, sen bir oylap bakına, hazır kaygice, kaysı bir sazende bay yok, öte bakın. Hey! Stad Eke değil mi? Eke! Bak Stad Eke de oturma! Hey! Otur çıkma! Eke değil mi? Ondan oldu mu? Emdi çele!
Çaptı etim muçellede Mandım kademde purduşum Kaldım uzakta beygide Mandım kademde purduşum Kaldım uzakta beygide Samandan ayırdı Karaza el digen Dönmi samandan ayırdı Adı karaza el digen